Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsda daromadga chiqishni ishlaydigan sxemasi haqida sizlar bilan to'liq gaplashamiz. Hozir, ya'ni bugun mana shu kanalimizda so'rovnoma qildik. Ya'ni daromadga chiqish qanchalik tez bo'lyapti yoki daromadga chiqishga qiynalyapsizmi degan so'rovnoma bo'ldi va mana shunda taxminan 60% odamda, mutaxassislarda daromadga chiqish bo'yicha muammo bor. Bu degani 10 tadan taxminan 6 ta odam daromadga chiqish bo'yicha muammo bo'lyapti. Ya'ni muammolar nimalardan iborat? Birinchisi mijoz topish, ikkinchisi bor deylik xizmatini sota olmaslik, ya'ni mijoz boru lekin sotishda muammo bor. Ikkinchisi bo'lishi mumkin, mijoz boru unga to'g'ri narx belgilay olmasdan xizmatini arzonroqqa sotish mumkin. Bu hammasi daromadga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi yoki bo'lmasam keyingisi bo'lishi mumkin, bu o'sha deylik kengaya olmaslik. Ya'ni qaysi ma'noda? Misol uchun ikkita proyekt oladi, uchinchisini tortib ketishga deylik muammolari bor debdi. Qiynaladi. Xo'p, endi bugun shaxsan o'zim ishlatadigan oxirgi mana shu bir oyda bizni misol uchun jamoamiz bor. Bizda hozir Xudoga shukr sekin-sekin kengayapmiz. Mana shu jamoamiz bilan qanaqa taktikalar, qanaqa sxemalar, qanaqa strategiyalar qilib mana shu sotuvlarni qilyapmiz degan savolga Xudo xohlasa bugun kerak joylarini Xudo xohlasa ko'rsatishga qaror qildim. Bonus bor, ya'ni deylik bizni mana shu momentda o'zi bu narsani bermaslikka qaror qilganman, lekin Xudo xohlasa bugungi darsda ko'rsatib o'taman. Tijoriy taklifimiz bor. Shaxsan o'zimda oxirgi sotuvlarimni muvaffaqiyatli bo'lishda mana shu tijoriy taklif 100% ishlayapti. 100%. Beraman, o'zi taklifni qabul qiladi. Beraman, taklifni qabul qiladi. Mana shu narsani ham Xudo xohlasa bugun ko'rib o'tamiz. Endi bugungi asosiy mavzuyimiz daromadga tezroq chiqishni ishlaydigan sxemasi bo'ladigan bo'lsa, endi buni yana bir qancha mavzularga doimgidek bo'lib o'tamiz. Muammo nimada? Daromadga chiqishdagi muammo nimada? Nima bilim yetishmayapti? Mijozni tezkor qayerdan topish kerak? Mijoz olish jarayoni haqida gaplashamiz. Undan tashqari bir qancha bo'limlarimiz bor bizda. Xo'p, endi birinchisi muammo nimada? Yetarlicha harakatingiz yo'q. Birinchi mana masalan o'zingizni hozir mana o'zingizni deylik analiz qiladigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin, katta ehtimol bilan harakat yo'q, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun mana ikkita mijozingiz bor, uni 5 ta, 6 ta, 7 ta qilishga harakat qilmayapsiz. Harakat qilmayapsizda mana shu nuqtada sizga o'sha harakatni deylik yetishmasligi. Men masalan ko'pchilikda ko'raman, harakat yo'qda. Ya'ni bilim bor, deylik masalan tajriba bor yoki boshqa narsa, eng kerakli resurslar bor, lekin harakat yo'q. Harakat bo'lmasa nol bo'ladi natija, to'g'rimi? O'shaning uchun misol uchun men aniqlash kerak, nechta deylik mijozga potensialingiz bor. Masalan, bir vaqtning o'zida mutaxassis o'laroq bitta o'zingiz misol uchun deylik 5 ta $500 to'laydigan mijozni bemalol yuritasiz, to'g'rimi? Misol uchun qilib aytdim. Hammada har xil bo'lishi mumkin, imkoniyat. Shu nuqtai nazardan hozir masalan 2 ta mijoz bo'ladigan bo'lsa, sizga 3 ta mijoz kerakmi? Mana shu 3 ta mijozni $500 yopish uchun maksimum harakat qilish kerak. Manbalarni ko'paytirish kerak, takliflar ishlab chiqish kerak, mijozlarga taklif bilan chiqish kerak yoki bo'lmasa borini kengaytirishga harakat qilish kerak. O'shaning uchun birinchi navbatda harakatga urg'u berish kerak bo'ladi. Mana hozirdan mana shu dars tugatgandan keyin harakatga kirishni tavsiya qilaman. Xohish yo'qligi. Misol uchun bir xillarda bo'lishi mumkin. Ovqat yegisi kelmagan odamda deylik qorni to'q odamda qanaqadir xohish bo'lmaydi ovqat yeyishga, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshaganidek, masalan sizda mijoz daromadni oshirishga yoki qanaqadir maqsad bo'lmasa, xohish bo'lmaydi bu narsa uchun. Harakat ham, boshqa narsa ham foyda bermaydi. Agar siz xohlamasangiz, misol uchun $5000 chiqmoqchisiz, $5000 chiqish uchun sizda xohish bo'lmasa, qiyinda. Mana shu narsani xohlash kerak. Deylik, xohish bo'lsa, keyin harakat, keyin yana natija bo'ladi. Xo'p, uchinchisi fundamental bilimlarning yo'qligi. Men hozir mana shu muammolarni shaxsan o'zim ko'rib turibman-da ko'pchilikda. Fundamental muammoni bilimlar yetishmasligi, bu o'sha Facebookga yaxshi tushunmasligi. Buni ortidan ko'p narsa kelib chiqadi. Deylik o'sha ish cho'zilib ketadi, texnik bilimlar, to есть texnik ishlarga vaqt cho'zilishi, keyin uni eplay olmaslik nuqtai nazardan. Ya'ni bu bo'lishi mumkin. O'sha texnik sozlamalarni qila olmaslik, deylik orada pauza bo'lib qolishi, qotib qolishi va hokazo yo'nalishlar bo'yicha. Keyin shu orqasidan deylik jarayon cho'zilib ketadi, mijoz muvaffaqiyatli yopiladi. Chunki misol uchun mana bizda shaxsan o'zimda qanaqa bo'ladi? Texnik ishlarga 1 soat vaqtim ketadi. Misol uchun bitta proyekt kelganidan keyin texnik ishlarni qilish kerak birinchi navbatda. O'sha hamma sotuvlar yopib, boshqa misol uchun kelishuv qilib bo'lganimizdan keyin, ishga o'tganimizdan keyin birinchi navbatda texnik ishlarni qilamiz, to'g'rimi? Va mana shu texnik ishlarga fundamental bilimim yaxshi bo'lganligi uchun juda tez kirishaman.
o'sha auditoriya yaratib qo'yaman. Auditoriya yaratishdan oldin masalan akkauntlar do'stliklari, keyin unga deylik qo'shiladigan akseslar yoki bo'lmasa obyektlarni to'liq tez qo'shib tashlayman. 1 soat vaqtim ketadi va jarayon tezroq boshlanadi. Misol uchun menga kelgan proyektlar o'sha ertasi kuniga reklamasi yoqilib, lidlari masalan tushishni boshlaydi. Agarda masalan taklifi, kreativlari boshqa tomonlama, byudjet tomonlama muammo bo'lmasa-da, aksariyat holatda unaqa muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun fundamental bilim har doim sizga mana shu natijani tezlashtirishga yordam beradi. Shu uchun fundamental bilimni maksimum darajada deylik o'rganishga harakat qiling. Xo'p, muammolarni ko'rib chiqdik. Muammo bundan tashqari yana ko'p bo'lishi mumkin, lekin shaxsan o'zim hozirda eng asoslaridan 3 tasini keltirib o'tdim. Endi nima bilim yetishmayapti? Sotuv ko'nikmasi. Sotishda sal qiynaladi ko'pchilik. Deylik o'sha loyiha keldi, loyihaga qanaqa deylik taklif qilish kerak narx yoki bo'lmasam noto'g'ri narx berish natijasida arzonga olib qo'yish mumkin. Shunga o'xshash deylik holatlardan kelib chiqqan holatda mana shu sotuv bo'yicha ham ko'pchilikda muammo bor. Hard skilllar degani bu o'sha sohaviy bilimlari yetishmasligi, taklif, kreativ, misol uchun bu bo'lishi mumkin strategiya, target, undan tashqari deylik va hokazo bir qancha hard skilllar ko'pchilikda yetishmayapti. Xo'p, muzokara qilish ko'nikmasi. Muzokara qilishda ko'pchilikda muammo bor. Mijozdan nima so'rayman deydi, qanaqa qilib unga nechta lead kerak deydi yoki bo'lmasa mijoz o'zi bilmagan holatda unga konkret maslahat berishni bilmaydi. Mijozga maksimum maslahatchi bo'lish kerak. Ya'ni maslahatchi degani siz o'sha unga nima kerakligini uni xohishdan kelib chiqib aniq raqamlarda ko'rsatib berish kerak, chunki bizni hozirgi sohamizda deylik hamma narsa raqamlarda gapiriladi. Xo'p, 4-inchisi mijozni yaxshi o'rganmaslik, ehtiyojini aniqlay olmaslik. Ya'ni mijozni yaxshi o'rganmaydi, shoshiladi, boshqa qiladi, shuning natijasida ehtiyoji to'g'ri aniqlanmaydi. Mana shu natijasida ko'pchilikda muammo bo'ladi. O'sha deylik yaxshi o'rganmaganligi natijasida deylik o'sha ehtiyojlar aniqlanmagandan keyin unga nima kerakligini bilmaydi. Keyin yuradi masalan ko'pchilikda nima maqsadda reklama yoqaman, o'zi nechta lead kerak. Misol uchun hozir o'quv markaziga reklama yoqadigan bo'lsa, o'quv markazlarida narx necha pul yoki qanaqa strategiya qilish kerak degan savollar mana ko'pchilikda bo'lishini ko'rib boryapmiz. O'shaning uchun mana shu joylarga e'tibor berishni shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Endi qaranglar. Eng kulminatsion muhim joylarga biz o'tyapmiz. Mijozni tezkor qayerdan topish kerak? Ya'ni bugun, ya'ni masalan taxminan mana shu 3 kunda birinchi mijozni qanaqa topsa bo'ladi? Tan olish kerak, ulardan birinchisi deylik targetda misol uchun taklifingiz agar sizda kreativlaringiz tayyor bo'lsa yoki tayyor bo'lmasa ham mana bugunning o'zida deylik selfie qilib telefonni o'zida mana telefonni olamiz, bitta selfie qilamiz. Deylik o'sha takliflarimiz, keyslarimizni aytamizda, misol uchun mana shu formatda ham deylik 5-6 ta kreativ bilan o'sha reklama yoqib mijoz olish mumkin bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi direct message outreach. Bu bepul, yuqoridagi target pullik, deylik uchinchisi vakansiyalarga topshirish, bu ham bepul. Agar kimda puli yo'q bo'lsa, byudjet absolyutno 0 bo'lsa, majbur bo'ladi agar mijoz topib tezroq ishlayman desa, mana bu bepul usullardan foydalanishga boshqa yo'l yo'q. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. Undan boshqa yo'llar bor, bepul, lekin ularda ham xuddi shunga o'xshagan sxemalar ishlaydi. Endi agar pulingiz bo'lsa, targetga pul sarflab, deylik mijoz olaman desangiz, birinchi navbatda takliflar ishlab chiqish kerak bo'ladi. Hozir shaxsan o'zimda taklif yaxshi ishlayapti. Undan tashqari deylik kreativlarga ham e'tibor berish kerak. Kreativlarda iloji bo'lsa, deylik case study formatlari zo'r ishlayapti. Misol uchun bitta proyektingizga bir oyda nechta lead olib kelib berdingiz yoki bo'lmasam 5000 ta lead olib kelib berdingiz, mana shundan deylik 40% konversiya qildi. Shunga o'xshagan hozir case study formatdagi kreativlar ko'payib ketdi. Shunga o'xshagan masalan deylik o'sha formatni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Endi taklif masalasida biz nima taklif beramiz? Misol uchun mana bepul audit. Shaxsan o'zim beraman. Bepul audit zo'r ishlaydi. Boraman, audit qilib beraman. Ya'ni bu nima degani? Tushunmaganlarga bepul audit degani faqat target bo'yicha aynan qayerda muammo bor. Zaprosi deylik muammosi lead yetishmayapti yoki bo'lmasam lead sifatsiz deydigan bo'lsa, borib ko'raman target bo'yicha taklif qanaqa, raqamlari qanaqa, deylik formada oladimi yoki saytdan oladimi, saytdan olsa saytning strukturasi qanaqa, sayt o'zi konversiya qilishga kuchi yetadimi yoki yo'qmi? Ana shu savolga javob, agar lead forma bo'ladigan bo'lsa filtratsiya qilinganmi yoki qilinmaganmi, shu asosida masalan kreativlarni boshqa hammasini tekshirib beraman. Shu orqasidan masalan o'sha biznesning o'zi menga deylik ishlash nimasini taklifini berib boradi. Bepul test muddati
Misol uchun bepul test muddati ishlab beramiz bir hafta yoki shunga o'xshagan taklif berish mumkin, lekin bizda buni hozir ishlamayapti. Muammoga yechim, ya'ni muammosi borda mana shu muammoga bepul yechim taklif qilsangiz ham mana shu ham yaxshi ishlaydigan taklif hisoblanadi. Ya'ni kelishdiga biz takliflarda bepul audit, bepul test muddati, muammoga yechim mana shu uchta asosiy ishlaydi hozirda va case study formatdagi kreativlar ancha yaxshi ish beryapti. Xo'p, endi keyingisi. Bizda maqsad 5 ta $500 mijoz topishimiz kerak. Ya'ni masalan siz mana shu mijozni kelgusi bir hafta yoki bo'lmasam 10-20 kunda bo'lishi mumkin. Yomon emas. Bir oyda mana shu 5 ta mijoz $500 yopsangiz bu zo'r. Nol holatda yoki bo'lmasam qanaqadir minimal deylik darajada mana shu etapga o'tsangiz bu zo'r. Xo'p, taxminiy raqamlarni keltirib o'taman. Ya'ni sizga 80 tacha lead kerak bo'ladi. 180 ta atrofida lead kerak bo'ladi. Lead sifatli bo'lsa, bundan sal kamroq bo'lsa ham bo'ladi. Shaxsan o'zimda leadlarim sifati taxminan 80% tashkil qiladi. Bu zo'r degan. Xo'p, 80 ta lead kerak bo'lsa, taxminan $2 dan hisoblaysiz, chunki filtratsiya yaxshi bo'lishi kerak. Taxminan sizga $160 kerak bo'ladi. $160 kerak bo'ladi. 80 tadan yo'q 50 ta bilan birinchi telefon qilganingizda встречani soting, ya'ni uchrashuvni soting. Uchrashuvni sotish kerak deganda men mana shu joyda o'rgatib ketaman. Misol uchun telefon qildingiz, telefon qilganingizdan keyin tanishtirasiz, tanishtirganingizdan keyin qarang deysiz, muammolarni aytadi, boshqa qiladi. Aka deysiz, короче, ko'rishaylik, Zoomda yoki bo'lmasam offline ko'rishamiz. Shunaqa qilib onlayn ko'rishamizda mana shu muammoga aniq yechim bera olaman, sizning ehtiyojingizni aniqlayman degan ma'noda gaplashasiz, to'g'rimi? Yoki undan oldin brief berish mumkin, buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, deylik, переговор qilasiz. Переговор qilganingizdan keyin 50 ta odam bilan переговор qilganingizdan keyin deylik 10% konversiya qiladigan taqdiringizda ham bu balki balandroq bo'lishi mumkin. Taxminan 5 ta mijoz olasiz, $500 dan sizda taxminan $2,500 bo'ladi. O'shaning uchun maqsad qilish kerak, aniq 80 ta lead oling. Reklamangiz masalan $2-3 ga chiqib ketsa ham reklama o'chirib qo'ymangda. Bu hali stabillashib, deylik, raqamlar joyiga kelguncha kutish kerak bo'ladi. Taxminan bir haftada deylik 80 ta lead olsangiz, 50 ta переговор qilishingiz kerak bo'ladi. 10% dan 10% konversiya qiladigan bo'lsangiz, ya'ni sotuv mana bu переговорga kelganlardan 5 ta bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu asosda ishlaysiz. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Mijoz olish jarayoni nima bo'ladi? Shaxsan o'zimda qanaqa brief beraman. Birinchi briefni AI yordamida tayyorlaymiz. Buni deylik alohida instruksiya sifatida chiqarganman. Buni hamma biladi. Xo'p, buni bir ko'rib chiqasizlar. Individual masalan brief tayyorlab beradi. Deylik nimani o'zi. Xo'p, sun'iy intellektni o'zi. Keyingi etapda mijoz ehtiyojini konkret aniqlash. Ya'ni masalan, mijozni ehtiyojini biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Mijozga nima kerakligini aniqlaysiz, ya'ni nimalarni aniqlash kerak bo'ladi bu yoqda. Xo'p, birinchi navbat sotuv bo'limi bormi? Ya'ni leadlar обработка qiladigan. Leadlari bo'yicha qanaqa muammo bor? Lead soni kammi, lead sifati yaxshi emasmi? O'zi muammo nimada? Uchinchisi, leadlarning o'rtacha sifati necha foiz? Ya'ni lead sifatini o'lchaysiz, so'raysiz. Sotuvchilar oyiga nechta leadni обработка qila oladi? Mana shu joyga e'tibor berish kerak bo'ladi. Sotuvchilar o'zi, misol uchun 5 ta sotuvchi bo'ladigan bo'lsa, 5 tasi 10 tadan bir kunda 50 ta leadni обработка qiladi demak, bu 50 tadan misol uchun to'g'ri keladigan bo'lsa, bir kunga bir oyda bizda taxminan 1,5 mingta lead kerak degani. Xo'p, 5-inchisi lead narxi o'rtacha oldingi raqamlardan kelib chiqqan holatda biz aniqlaymiz. Ya'ni oldingi raqamlarni ko'ramiz auditda. Agar bo'lmasa, masalan, oldin reklama yoqmagan bo'lsa, hozirgi deylik, ish boshlaganingizdan keyin testini qilib olasiz. Testini qilganingizdan keyin o'sha taxminan bilasiz 50 sent yoki bo'lmasam $1 leadlar narxini. Va mana shundan kelib chiqqan holatda siz o'sha oylik byudjetni ham deylik aniqlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 7-inchisi CPL dan kelib chiqib, ya'ni o'rtacha lead narxidan kelib chiqqan holatda oylik reklama byudjetini aniqlash mumkin bo'ladi. O'rtacha chekni aniqlaysiz, necha sotuv bo'lsa, shu orqali qancha оборот bo'lganini bilib olsangiz bo'ladi. 8-inchisi kreativlar, offerlar nima, qanaqa, bormi yoki yo'qmi, yoki offer tuzish kerakmi degan savolga javob topasiz. Kelishdiga mana shu joyda konkret uje aniqlagan bo'lasiz. Tijoriy taklif berish uje aniqlaganingizdan keyin
tijoriy taklif berasiz. Tijoriy taklif bizda mana bu ko'rinishda. Tijoriy taklif bu yerda o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tasiz. Deylik, undan keyin portfolio, nima, misol uchun proyektlar bilan ishlagansiz yoki ishlayapsiz. Xo'p, undan keyingisi natijalaringiz raqamlarda mana case 1 deganmanda, birinchisi case mana aniq raqamlarda. 12 ming dollar ketdi, kimlarning sotuv bo'ldi. Deylik, masalan, mana keyingisida 1300 dollar ketdi, 317 millionlik sotuv bo'ldi. Keyingisida misol uchun 8 dollar ketdi, 250 millionlik sotuv bo'ldi. Ishlash uslubimiz kecha tushuntirganimdek kanalda mana qanaqa usulda ishlashingizni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu zo'rda, tartibli ishlashingizni ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Undan keyingisi mutaxassislar bilan deylik bo'lishi mumkin. Ssenarist, content maker, loyiha menejeri, keyin pricing. Misol uchun nima tariflar agar bo'ladigan bo'lsa, tariflar, masalan, mana target tarifi. Nima ishlar qilishingiz ketma-ketligini hammasini yozasiz. 800 dollar misol uchun oyiga, 500 dollar misol uchun oyiga, to'g'rimi? Keyingisi agar qo'shimcha xizmat bo'ladigan bo'lsa, target plus content marketing qilasizda, bu yoqda nima misol uchun ishlar bo'lishi va narxi 1,5 ming oyga misol uchun. Xo'p, performance marketing adashmasam, performance marketing nima ishlar bo'ladi? Narxi 3200 dollar misol uchun oyiga. Bonus yoki qanaqadir taklif bo'ladigan bo'lsa, oxirgi mana shu ko'rinishda xuddi shu vizual asosida tayyorlasangiz, sizda to'liq masalan mana tijoriy taklifingiz tayyor bo'ladi. Okey. Endi sotuvni yopish, to'g'rimi? Kommersiy предложениyani berasiz, предложениyani berasiz va 1 oylik test muddati yoki birdaniga 3 oylik muddatga to'liq kelishuv qilishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu kelishuv muddatini to'liq yopsangiz bo'ladi. Mana shu ketma-ketlik, mana shu sxema orqali deylik o'sha xizmatingizni bemalol deylik qisqa muddatda mana shu ketma-ketlik asosida sotsangiz bo'ladi. Bu sizga mana shu maqsadingizga erishishda bitta kichkina instruksion yordamchi bo'ladi degan umiddaman. Darsimiz mana shundan iborat edi va eslatma bor bizda. Targeting Bootcamp kursimiz xudo xohlasa yangilanish arafasida. Ozgina vaqt bo'lmayapti, lekin xudo xohlasa mana shu 1-2 oyda darslarimiz to'liq yangilanadi. Ya'ni bu degani deylik darsni modullar o'zgaradi, undan tashqari qo'shimchalar qo'shiladi, yangiliklar qo'shiladi, faqat target bilan emas, performance marketingdan ham bir qancha bizda ishlagan, deylik o'rgangan bilimlarimizni mana shu kursga deylik to'liq bo'lmasa-da, lekin qo'shamiz va dars mana shu kursimiz xudo xohlasa to'liq sizga xudo xohlasa mana shu ajoyib bir formatda, ajoyib bir kerakli instrumentlar asosida xizmat qilishga tayyor bo'ladi va kursimizning narxi oshadi. Xudo xohlasa keyingi qabulimiz bilmadim aprel oyida bo'lishi mumkin va narxini oshiramiz. Kamida 1 million oshadi. Narxini biladiganlar bo'lsa, endi bizda mana shu 3 ta tarifda qo'shilsanglar bo'ladi. Endi buni ichiga o'zgartirishlar kiritiladi. Va agar men hozir taklifim mana shu kursga qabul ochilishidan oldin agar qo'shiladigan bo'lsangiz, ancha arzon narxda qo'shilasiz. Ya'ni taklifim mana shu oldindan darslarga eski narxda qo'shiling va xudo xohlasa o'sha yangi darslarga ham, yangi formatga ham xudo xohlasa o'sha eski narxda o'tishni taklif qilaman. Taxminan bizda 10 ta odamga mana shu imkoniyatni berishimiz mumkin bo'ladi. Kursga deylik 25% chegirma 100% to'lovda va birga xudo xohlasa aynan target orqali yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz. Darslarimiz modullari, darslar bilan mana bu yerda to'liq deylik kurs formati bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Onlayn kursimiz va sizga xudo xohlasa ancha yordam beradi. Statistikamiz bor, yaqinda o'tkazgan statistikamiz, ya'ni o'quvchilarimiz bo'yicha bizda 70% odam deylik taxminan daromadga chiqqan, o'zi o'sha qilingan to'lov o'zini oqlagan, shu kabi statistikalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga isbot sifatida bo'ladi va xudo xohlasa kurs sizga o'zingiz o'ylagandan ko'ra ko'proq qiymatni beradi. Darsimiz mana shundan iborat edi. Xudo xohlasa deylik bu instrumentlarni qo'llab deylik daromadga chiqishingizda yordam beradi deb o'ylayman va xudo xohlasa kursimizda yana birga ko'rishamiz degan umiddaman. Omad.